Ko'pchilik tayyor dekorni ko'radi va tabiiyki uning ortida nima borligini hech kim bilmaydi. Bugun esa biz sizga premium dekorni real backstage jarayonini ko'rsatamiz. Ko'pchilik bunaqa naveslarni oddiy karkasda quriladi deb o'ylaydi. Bu loyihamizni balandligi hamda murakkabligi sababli hozir elevatordan foydalanilyapti. Bu nafaqat vaqtni tezlashtiradi, balki xavfsizlik hamda aniqlikni ta'minlab beradi. Hozir loyihamiz endi boshlandi. Ko'rib turganingizdek materiallar tushirildi, komanda yig'ilgan. Bir necha soatdan keyin bu joy umuman boshqa ko'rinishga kiradi. Ko'pchilik tayyor natijani ko'radi, lekin premium dekor eng muhim qismi aynan tayyorgarlik jarayoni hisoblanadi. Mana bu temirlarni bir-biriga ulab,
uzun bitta shaklga keltirib yuboriladi. Ana undan keyin bu temirligi reykalar alohida skochlanib chiqadi. Sababi materialni tarang qilib tortayotganimizda mana aynan mana shu reykalarga materialni stepler bilan qotiramiz. Shuning uchun bu mustahkam, zabardast bo'lgani yaxshi mana. Reykani o'zini o'ynatolmay, temir bilan birga o'ynayapti. Shu narsaga ahamiyat berasizlar. Bugungi loyiha uchun bejli rang tanlangan, sababi bu rang kamerada ham yumshoq va vizualda premium ko'rinadi. Mana transformatsiya boshlandi. Hozir ozgina vaqtdan keyin natija asta-sekin ko'zga ko'rinishni boshlaydi. Eng birinchi materialni tarang qilib, boya skochlangan reykalarga steplerda qotirib olinadi. Xo'p, material одноразовый emas, yana повторный ishlatsanglar bo'ladi. Mana o'tgan safar ishlatilgan reykalarga steplerda qoqqaninglardan keyin yulib oborasizlar. Material yirtiladi. Keyin buni 10-20 santimetrdan shunday kesib ikkita tomonga tortsanglar, materialni mana yirtilgan tomoni olib tashaladi. Qolganini yana ishlataverasizlar. Masalan, eni 5 metrlik bo'ladigan bo'lsa, keyingisida aytaylik 4,5 metrga ish beradi. Undan keyingisiga 4 metrlik joylarga yana ishlatsanglar bo'ladi. Toki material uje tugab ketgunigacha ham bemalol ishlataverasizlar. Dekorda eng qiyin qismi bezash emas, balki har bir elementlarni bir-biriga ulab, uyg'unlashtirish hisoblanadi. Bir necha soat oldingi holati esingizdami? Farq juda ham katta. Navesni mana tarang qilib tortib olganinglardan keyin elevatorlarning noshkasini mana aylantirib skotchlab olasizlar. Ko'targaninglardan keyin noshkasi umuman ko'rinmay ketadi. Mana aynan mana shu joyidan skotchlaysizlar. Buni qotirishni boshqacha usuli yo'q. Aynan yonadigan variant. Agar premium segmentdagi klientlarning oqimini ko'payishini xohlasangiz, bunaqa hovuzchadan albatta qo'yishingiz kerak bo'ladi.
أنا الغلطان ماشي انتي، أنا اللي عشقتك ما عشقتي، أنا اللي وفيت وغدرتي. أنا الغلطان ماشي انتي، أنا الغلطان ماشي انتي، أنا اللي عشقتك ما عشقتي، أنا اللي وفيت وغدرتي. أنا Kamerani yaqinroq olib kelgin. Valanchikka tepaga alohida mana joy qoldirib ketishgan. Bunga reka alohida skotchlab chiqasizlar. Qaranglar. 15 sm buklaysizlar, yarmini qaytarib yana 15 tashlaysizlar. Yarmini qaytarib yana 15 tashlaysizlar. Yarmini qaytarib yana 15 tashlaysizlar. Shuni hisobiga skalatka bo'lib, valanchikka ba'zi joylari to'q, ba'zi joylari och bo'lib, vizualdagi effekti premium darajada chiqadi. Rentga beraman deydi. O'zi birlashtiramiz. Xudo xolasa, конечно. Bekorga salom turibdi-de. O'zbekning nimasi ko'p, urg'aymog'i ko'p deydi. Nechinchi bola endi? Oka, haqiqiy fotozona. Bu bitta chiqqanimda sразу men pastda mobiloglar chiqib keluvdi, ko'rganimdan keyin sразу aytdim, territoriya zo'r ekan, deb katta ekan. Asal. Yuzdagi kosmetikaning rangiga ham, pardani gullari bilan zo'r kollaboratsiya bo'ldi. Освещениyaning o'ziga gap yo'q. Освещение. Shu yoq ham bo'lganmi? Mana lustra ham xonaga mos ekan-da, aka. Ko'rsatamiz. Akalar, ko'rganinglardek yomg'ir yog'vordi, lekin bizani bu hech qanaqa tahlikali holatga solmaydi. Sababi materialimiz juda ham yupqa, o'ziga suv shimadi. Agar material qalin bo'lganida bu o'ziga shimib yo elevatorlarni ag'anataveradi, ana u haqiqiy muammo bo'lishi mumkin edi. E'tibor beramiz akalar, boya noshkasini yopilish to'g'risida men sizga tushuncha bergan edim. Bu qora yopish bo'ladi, ya'ni cho'rni yopib olasizlar. Undan keyin mana bulavka bilan birinchi qoqib chiqilgan tepadagi asosiy joyiga, materialga mana bulavkada qotirib chiqasizlar. Bu noshkani absolyutni ko'rinmasligiga xizmat qiladi. Ham agar mana bunaqa qilib skladga beradigan bo'lsanglar, elevatorni ko'targaninglardan keyin tepadan pastgacha skladka bo'lib chiroyli chiqadi. E'tibor beringlar, valanchikdan keyin ochilib qolgan joylarini yana taring tortib, reykiga steplerda urib chiqasizlar. Shunda orasida zazor qolmaydi. Kamerani yaqinroq olib kelgin. Boya tepasini akalar sizlarga tushuntirdim. Qora cho'rni yopib qo'yganinglardan keyin ustiga alohida mana bunday skladka bilan bulavkada qotirib chiqasizlar degan edim. Endi buni pastini mana 4 ta reka 4 ta tomonidan olib, ipni o'zi bilan boylab qo'yasizlar. Chunki baribir ichkari tomonda qolib ketadi. Keyin buni tortganinglardan keyin mana shu rekaga stepler urib chiqasizlar. Shunda 4 ta tomoni to'rtburchak shakl hosil qiladi. Skladkasi pastidan to tepasigacha idealni ko'rinadi. Har xil ob-havoda zakaz tushishi bor. Shamolli kunlar, yog'ingarchilik kunlar. Mana elevatorni eng tepa yuqori qismidan 4 ta tomonidan mana bunaqa tros boylab olasizlar. Aynan ob-havo o'zgaruvchi ham bo'lgan momentlarda buni tarang qilib tortib boylab qo'ysanglar, elevator shamolda ham, boshqada ham hech narsa qilmaydi, muammo yaratib bermaydi. Bu dekorning orqa qismi bo'lgani uchun mana xuddi shu ko'rinishda yopib forsanglar bo'ladi. Oldi qismiga bemalol o'sha gul terib yuboraverasizlar. Bu mana oldi qismi. Ko'rib turganinglardek gullar bilan oldini bezatib qo'yaverasizlar. Orqa qismiga o'sha gul shart emas, o'sha boya ko'rsatganimdek yopib qo'ysanglar bo'ldi. E'tibor beringlar. Lustralarni ilib bo'lganinglardan keyin mana orasidagi
ochuv zazori yopish uchun ikkita tomondagi materialni ham o'rtaga tortib, steplerda qoqib chiqasizlar, shunda lyustrani orasida zazor qolmaydi, bir xil idealniy bo'ladi. Bugun sizlar bilan oddiygina ko'chani premium tadbir maydoniga aylantirish jarayonini ko'rdik. Agar yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'linglar, sababi bu hali boshlanishi.